Assalomu alaykum. Parandachilarimiz, akalar, ukalar, hormanglar. Kechagi videoda va'da berganimdek, bugun jo'jam keladi dedim. Mana bu yerdagi Adler jo'jalarini, ukamizni Adler jo'jalarini Salafandag'iga oldik. Aytdagi Loman Sendi jo'jalarimizni toshib oldik. To'liq 1,5 sutka dam olinmadi. Kechasi kunduzi ishlandi. Nargi tovuqxonamizga olib ketdik. Nargi tovuqxonadagi tovuqlarimizni egalariga topshirdik. Buni videolarini tashladik. Xo'p, nima qildik? Bu yerda adlerlarni hozir ko'rsataman. Salafandag'iga o'tkazdik. Polni eski qog'ozni olib tashladik. Bir qator qirib, tayini shipirib chiqildi. Keyin apparatda xlorni kuchli dozada qilib, maskalarni toqib, 2 martadan sepib chiqdik. 2 marotabadan sepib chiqdik. Hamma yo'lni tozalab, pokizaladik. 4-5 soatda eplab oldik. Jo'jamiz yo'lda kelyapti. Jo'ja kelganda ko'rsataman. Hozir vaksinatsiyalar urilyapti. Ichiga hop, bu yerda 3000 ta jo'ja kelyapti. 100 dona xo'roz qo'shtirib oldik. Yozga kamroq oldik. Havo issiq, qo'ni qo'shlar borligi sababli kamroq oldik. Hop. Ko'pchilik arada so'raman qo'yyapti, tayda qog'oz qanaqa qog'oz. Mana rulonda sotadi. Kilolab sotadi buni. Kilosi o'rtacha hisobda 7000 atrofida kilosi. 20 kilo oldim. Mana yetadi. Bizdaniga. Hop, donlarni tegirmondan chiqarib olib keldik. Hop, dorilarni olib keldik. Hop. Kelishi bilan sirazi qorinoroq beramiz. Askarbinka keldi, Sammix keldi. Qolgan soya Makka bug'doy tegirmondan keldi. Hammasini qo'shib aralashtirib beramiz. Mana adlerlar. Baqa o'tishdi. Bitta 3-4 kun oldin tozalatdik, istasalaring. Mana baqa o'tishdi. Ertaga nima suv beramiz? Antibiotik berib yuboramiz. Bu yerda tovuq turgan edi. Tozalatib berdik, baribir bilib bo'lmasdi. Koksidiozni 2 kun bularda koksidioz bo'lmagan taqdirda ham ichqizib qo'yaverdik. Ertaga endi antibiotik beramiz. Bu yerdagi katta Loman sendilarimizni nargi tovuqxonaga tashidik. O'ynaylarni yo'q qo'ydik. Bugun qandaydir salqin bo'lib ketdi, xonani isitayapmiz. Ertaga ochib o'raveramiz, havo yana isib ketsa. Tomlarimiz ochiq, o'ynaylar berk. Sotuvda Loman Sendi cho'jalarimiz katta bo'lib boryapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Qo'qonda. Qirg'iziston, Tojikiston dastavkalar qilinadi. Yo'lkirolar egalarini o'zi to'laydi. Yo'l yo'rig'ini ko'rsatib o'taman. Shu yo'l yo'rig'i bilan olib o'tib ketilaveradi. Telefon raqamimiz 90lik 293 89 49. Manzil Qo'qonda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.